Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi ko'mir kotlyo'tini xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz To'rtko'ldagi O'zbekiston kolxozi. O'zbekiston kolxozi deb aytiladigan Turkman ko'li ko'chasi 292-uyga geldik. Bu xonadonimiz bizlere akşam müracaat etdi. Akşam geçte müracaat etdi. Bugün bitirib topshirdik. Yine bugün geç oldu. Akşam çislani 30 oktyabr edi. Bugün 1 sentyabr günü inşa xonadonini yine bitirib topshirdik. Akşam geçte materiallarni pishirdik. Bu xonadonimizga 36 milyon 250 ming so'm pul chiqdi. Hamma o'zlari o'zlarimizdan bo'ldi. 10 yere batareya qo'yildi. Inshirangdek zamonaviy batareyalardan demir sistemada amerikan kraniklarni qo'yib, bu xonadonimizga batareyadan 150 dona qo'rg'ab batareya ketdi. 15 pachka. Inshirlatib yine qo'ldan kelgancha chiroylatib o'tirdik. Baqina uyning egasi ag'a inshu batareyani ushlaversangiz qiziqmaydi. Qizg'anmi? Qo'l pishiramang. Ag'a aytgan ishimiz ma'qulmi? Sen şu nega ag'a 1 yilcha garantiya atabliniya nov kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz. Yine hem yurtlar xudo xolasa hammasi oydin, chiroyli bo'lib qizib turibdi. Yine bunday qo'lni tiylarini o'tishingni. Nega mishayti yo'q, yurganda, netganda, bu yoqda yana bir batareyamiz bor, bonidam yana batareyamiz bor. Bu yoqda ayolchilar buni ko'rsatmadim. Bu yoqda yana 2 spalnida 2 dona batareyamiz bor. Bu xonamiz obyomi kattaroq bo'lgani iloji yo'q, inshilatib yana kattaroq etib o'rnatdik. Kim shuningdek otobliniyalik xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. İnşallah yine hamma xonasini o'rnatdik yine. Bu yoqda yana batareyaları var yine. Endi sizlarga o'zlarimizda ishlab chiqarib turgan teplo-shavat kotellarini ko'rsatib o'tsam, kotelni o'zim ishlab chiqaraman. Kafolatini 1 yil beraman. Kim kotellik xizmatlari kerak bo'lsa, boshqa turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Şu videonu ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar, inshaalloh yine chiroyli otobliniyalarni ko'rsatib boraveramiz. Xudo xolasa kotelimiz ham geldi gezikine. Yine kotelimiz. Bundan ne oladır yana battı. Kotelimiz teplo-shavat 91'den 425 83 87 telefon numarlarımız. Yine kotelimizi işleş jarayoni. Ana kotelimizi gradusam 70 gradusda turibdi. Yine ventilyator ham pochta yine bize kelgandan. İnşallah yine chiroylatib ishlab beradi yine. Yine yanış jarayoni yine. Kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakuniga yetdi. Kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.